Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Shvetsiyadan kelgan shvedskiy lolalarimiz ochildi. Mana bu boshqacha. Bu hozir yana ochilganini ko'rsataman. Bu yerda pishdi. Biz havoda O'zbekistonda iqlimi baribir ta'sir qilar ekan, lolalarimiz ozgina kichikroq bo'lib qoldi. Endi katta partiyasi xudo xohlasa bu yil kuzda keladi. Yetishtirib sotuvga tayyor qilamiz. Mana bardoviy bu holatda hozir bu yerda 7 xil lolamiz bor. Bu ham ochilyapti. Mana keyin mana bular ham ochildi. Hali to'liq ochilib ulgurgani yo'q. Qora lolalarimiz kelgan, mana hammasi ochilib bo'ldi. Bular hammasi shvedskiy lolalar. Bular moychechaklar. Bahorda birinchi ochiladigan sariq ochiladi, ba'zilari ko'k ochiladi. Bu och qizil rangda bular. Bular to'q qizil rangdagi lolamiz. Bular ham mana pishdi lolalar. Mana bularda ham sorti boshqa. Mana bular endi oddiy o'zimizdagi lolalar. Bu lolalarimiz nimjon bo'lib qoldi. Biz buni bilmasdan birinchi kelganda tuvakka o'tkazib qo'ygandik. Katta tuvaklarga o'tkazib qo'ygandik. Bular tuvakda yaxshi bo'lmas ekan. Qisilib qoldimi, mana u tuvakda yaxshi rivojlanmadi. Nimjon bo'lib qoldi. Buni piyozini kuzda kavlab olib boshqatdan ekamizmi? Qolganlari ko'z tegmasin yaxshi. Xudo xohlasa kuzda katta partiyada olib kelamiz. Sotuvga tayyorlaymiz inshaalloh.